Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti Maktabgacha va musiqiy ta'lim kafedrasi katta o'qituvchisi Hikmat va Mohinur Amirovna bo'limi. Bugun biz maktabgacha ta'limda juda muhim, innovatsion va butun dunyoda mashhurlik kasb etgan bir konsepsiya Reggio yondashuvi haqida gaplashamiz. Reggio Emilia pedagogikasi Ikkinchi jahon urushidan keyin Italiyada Reggio Emilia shahrida shakllangan. Jamiyat vayron bo'lgan davrda ota-onalar va pedagoglar kelajak avlodni ongli, mustaqil va mas'uliyatli qilib tarbiyalash uchun nimalar zarur ekanligini anglab yetishgan va bu pedagogik yondashuvning asoschisi Loris Malaguzzidir. U quyidagi fikrni ilgari surgan: bola bo'sh idish emas, balki bilim va ma'no yaratuvchi faol shaxsdir. Reggio Emilia pedagogikasi demokratik qadriyatlarga, dialogga, hamkorlikka va bolaga ishonchga asoslanadi. Reggio Emilia pedagogikasi Lev Vygotsky g'oyalari, ya'ni ijtimoiy o'rganish, konstruktivizm, bola o'z bilimini quradi, gumanistik psixologiya, bolaga ishonch va hurmat, dialogik pedagogika, natija emas, jarayon, estetik muhit orqali rivojlanish kabi ilmiy va falsafiy yo'nalishlarga tayangan. Bu yondashuvda asosiy e'tibor natijaga emas, balki bolaning fikrlash jarayoniga qaratiladi. Reggio oddiy metod emas, balki ta'lim falsafasidir. U quyidagi g'oyaga asoslanadi: bola kuchli, qobiliyatli, ijodkor va o'z rivojlanishining faol ishtirokchisi. Bola jarayon markazida. Ta'lim o'yin orqali beriladi. Tarbiyachi esa sherik sifatida. Muhit uchinchi tarbiyachi sifatida qabul qilingan. Reggio falsafasining 5 asosiy tamoyili mavjud bo'lib, ota-onalar faol ishtirokchi sifatida. Muhit uchinchi o'qituvchi. Loyiha asosida ta'lim berish. Bola 100 tilda gapiradi. O'yin asosiy o'rganish turidir. Endi bola 100 tilda gapiradi tushunchasiga keladigan bo'lsak, bola barcha jarayonlarda o'zini ifoda etadi. Reggio pedagogikasining asosiy maqsadi bu tillarni cheklamaslikdir. Bolalar o'z fikrlarini, his-tuyg'ularini rasm, o'yin, harakat, loy, musiqa kabi faoliyat turlarida namoyon etadilar. Reggio Emiliada atelye tushunchasi nima? Atelye bu oddiy rasm chizish xonasi emas. Reggio pedagogikasida atelye bolaning fikrlash, tadqiqot va o'zini ifodalash makoni hisoblanadi. Atelye bolaga turli materiallar orqali o'z g'oyalarini tekshirish, tajriba qilish va xulosa chiqarish imkonini beradi. Atelyening asosiy vazifalari mavjud. Bolaning g'oyalarini ifodalash, fikrlash jarayonini chuqurlashtirish, loyiha faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ijod, fan va o'yin integratsiyasi, jarayonni hujjatlashtirish. Atelye bu tayyor natija emas, balki jarayon markazidir. Atelierista maxsus pedagog roli hisoblanib, Reggio pedagogikasida atelye bilan ishlovchi pedagog atelierista deb ataladi. Atelierista bolalarning fikrlash jarayonini tushunadi. Turli materiallar bilan ishlashni biladi. Qanday qilish kerakligini ko'rsatmaydi. Savollar orqali bolani yo'naltiradi. Atelyedagi materiallarga keladigan bo'lsak, atelyeda materiallar tasodifiy tanlanmaydi. Materiallar bolalarning tillari hisoblanadi. Ko'p ishlatiladigan materiallar loy va plastilin,
qog'oz va kartondan, sim va yog'och bo'laklaridan, tabiiy materiallardan, yorug'lik va soyalardan, shaffof buyumlardan foydalaniladi. Har bir material bolani fikrlashga undashi lozim. Muhit uchinchi tarbiyachi sifatida. Muhit bolaning xulqi, mustaqilligi va muloqotini shakllantiradi. Tabiiy yorug'lik, ochiq javonlar va shaffof idishlar, tabiiy materiallar, mustaqil tanlash uchun joylar, tartibli, ijodga ochiq muhit bu haqiqiy muhitning bir ko'rinishi hisoblanadi. Rejo Emilio yondashuvida tarbiyachi rollarini quyidagi misollar orqali ko'rib chiqamiz. Misol uchun, qiziqishni aniqlash, ya'ni qiziqishni aniqlovchi rolida va bolalarni kuzatuvchi, qarorlar qabul qilish imkonini beruvchi, tanqid qiluvchi emas, buyruq ham beruvchi emas, savollar beruvchi, muhitni tayyorlovchi, va albatta baholovchi emas. Demak, Rejoga ko'ra tarbiyachi buyruq beruvchi emas, baholovchi emas, tanqid qiluvchi emas, balki jarayonni yo'naltiruvchi shaxsdir. Loyiha asosida o'qitish Rejo bog'chalarida ta'lim loyihalar orqali amalga oshiriladi. Loyiha davomiyligi bir kundan bir oygacha bo'lishi mumkin. Misol uchun, suv qanday harakatlanadi, ko'prikni qanday qursak bo'ladi, nega barglar rangini o'zgartiradi, shaharchamizni yaratamiz kabi loyihalarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Bolalarning mustaqilligi Rejo modelida har bir detal mustaqillik yaratib beradi. Misol uchun, past jovonchalar, aniq joylashtirilgan materiallar, tanlash huquqi, mustaqil ish burchaklari kabilardan iboratdir. Bugungi Rejo Emilio yondashuvi bo'yicha mashg'ulotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.